Ko'ryapsiz-ku. O'lib qoldimi? Fahsh ishlab o'ldimi oxiri? Nechta fahsh qolib ketdi ijtimoiy tarmoqda? Nechta odam ko'ryapti yana uni? Bundoq qarasangiz 1 million prosmotr. 1 million odamdan gunoh bor-da unga. O'lgandan keyin qabrga kirib ham qutula olmaydi endi. Toki o'shalar yo'q bo'lib, insonlar ko'rmaydigan yilgacha borguncha gunoh borib turaveradi. Oyatdan dalil bor. Nahnu nuhil mauta va naktubu ma qaddamu wa atharahum va kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Biz qiyomat kuni hamma o'lganlarni tiriltiramiz deydi Alloh. Va naktubu ma qaddamu va atharahum. Oldingi va qoldirib kelgan izlarni hammasini yozib qo'yyapmiz deyapti. Buni ijtimoiy tarmoqdagi videolar, rasmlar, fahshlar hammasi iz qolib ketyapti. O'lgandan keyin Alloh taolo yozib qo'yadi, boraveradi. Shundoq boraveradi. Avratini ko'rsatgan boraveradi. So'kingani boraveradi. Onasidan ketgan bo'lsa boraveradi ajr. Qo'shtirnoq ichidagi ajrni aytyapmiz biz. O'lgandan keyin tamomda u banda qayta tirilib udalit qila olmaydi o'sha narsani. Tarqalib ketadi. Alloh azza va jalla qiyomat kuni tiriltirib nechta prosmotr ko'rgan buni deydi. So'raydi Alloh, nechta odam ko'rgan buni deydi. Millionlagan, 100 minglagan odam ko'rgan buni va ko'rdi. Shunchasi. Hammasidan bunga ulush ber deydi. Kerakmi shu bizga? O'zimiz ahvolimiz bir tayin bo'lib turibdi. Qabrda yotsak gunoh kelaversa, azob kelaversa qabrda turganimizda. Bilmaymiz qaysi kuni o'lishimizni. O'sha vayinchi ham bilmaydi qaysi kuni o'lishini. Eng achinarlisi o'zimizni viloyatdan ham chiqyapti-da, shunaqa bir yemagan vayinlarni chiqarib turib, butun viloyat sharmanda qilyapti. Butun viloyatni shevalarga sharmanda qilyapti. Hamma kulyapti. Qiyomatda javob beradi.